Barchaga salom obunachilar. Bugun biza barchani yoqtirgan rubrikasi, ya'ni obunachilar qamoqxonadan qochib ketish 5 ta usul orqali. Mayli obunachilar, barchalaringiz yoqtirgan o'sha rubrikani davom etamiz. Xo'p, obunachilar bo'lmasa biza birinchi usulni ko'p gapirmasdan sizlarga aytaman, lekin bu qamoqxona juda ham kuchli va juda ham nima desam bo'ladi, xavfsizligi juda ham kuchli hisoblanadi. Okey, mayli, birinchi usul kovlab qochib ketdi obunachi. Давай, tezroq kerak, ko'p gapirmasdan. Давай, tezroq kel. Xo'p, mayli, bo'ldi. Bunaqa gapirish shart emas. Давай, tezroq kel. Nima uchun qamaldim o'zi? Savolim bor-da. Savol ko'p savol berma, tushundingmi? Asabni o'ynaysan. Qamaldingmi? Qamalding. Bo'ldi, urmang, bo'ldi, boryapman mana, oy. Qayerga borishim kerak? Hoy, mana bu yoqqa kirasan. Sen qayerga ketyapsan? Qochib ketmoqchi bo'ldingmi? Yo'q, hayolim kelgani yo'q qochib ketish. Xo'sh, qayerga ekan ana endi? Xo'sh. Nima, bilmaganlikka olyapsanmi? Men birinchi marta kelishim u bu yoqda. Meni qayerda borish kerak bilmayman-ku. Urmang, bo'ldi, jonimga deysiz boru. Xo'sh. Sana borku eski bir musor loyli mana bu kameraga tiqaman. Chunki sen вообще asabimga o'ynaganing uchun sen endi loyga bulanib yotasan. Nima loyga? Voy, ana endi nima qilaman? Bu kamera yoqmadi menga. Ana shu yerga o'tirasan ana endi. Tushundingmi? Davay, bo'pti, men ketdim. Ishlarim bor edi. To'xtang. Xo'sh, obunachilar, to'xtanglar. Endi nima desam bo'ladi? Biza videorolik boshlashdan oldin bitta like va podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin va obunachilar ko'rib turganingizdek, biza nima desam bo'ladi? Mana bu tuproqli loyli kameraga nima edi, qamaldik. Ha, obunachilar, biza loyni kovlaymiz. Ya'ni kovlaymiz obunachilar, lekin obunachilar bundan oldin biza hozir narsalarni topib olishimiz kerak birorta. Xo'sh, albatta bizaga mana bu nima desam bo'ladi? Temir kerak bo'ladi. O'zimizga nima desam bo'ladi, mana bu resurslar kerak bo'ladi. Xo'sh, ana endi mana bu yoq. Obunachilar, bo'ldi, biza qochib ketishimiz aniq bo'ldi. Sabab obunachilar bu yerdan shunday verstak qo'yamiz. Xo'sh, hal kelgani yo'q, mana u kelgani yo'q, yaxshi. Verstak mana bu yerga qo'yamiz-da. Ana endi bitta bel kurak yasab olamiz obunachilar. Ana endi bor, mana bizda bel kurak bor. Ana endi bu bilan qochib ketamiz. Bemalol easy qochib ketish mumkin obunachilar, bilsanglar agar. Mana shunday qilib kovlab ketamiz. Politsiyachi taji bilgani ham yo'q, sezgani ham yo'q obunachilar. Va shuni birdan kovlaymiz-da. Bu yerdan chiqib ketamiz. Menimcha chiqib oldik desam, ha obunachilar, mana chiqib ketdik va biz ozod bo'ldik. Mana obunachilar, ko'rishingiz mumkin, birinchi usul bo'ldi obunachilar. Lekin hali juda ham ko'p usullarimiz bor obunachilar. Birinchi usulni ko'rsatdim, kovlab qochib ketish usuli obunachilar. Xo'p, agarda mana loyli kameraga, mana shu kameraga qochib ketmas desa, tualet orqali qochib ketish. Qo'y, janob, men chiqmoqchi edim, mana u bilasiz-ku. Qayerga? Ayni tualetga, bilasiz, uyni aytib bo'lmaydi-yu. Okey, mayli. Faqat boru bir marta. Xo'p, mayli. Okey. Menimcha bir kunda bir marta borsa kerak, to'g'rimi janob? Ha, ko'p savol berma, mana bu yerga kel. Senga boru 40 sekund vaqt beraman, tushundingmi? Mana bu yoqqa kel. Xo'p, mayli. Mana shunday qarab o'tiraverasizmi? Men chota noqulay bo'lyapti yo'qdim. Ha, mayli. 40 sekund vaqt senga. Okey, mayli. Xo'sh, obunachilar, mana chiqib ketdi. Ana endi ikkinchi usulni ko'rsataman obunachilar. Mana bu nima edi? Unitaz, ya'ni hojatxona orqali qochib ketish. Obunachilar, agarda kimdir ovqat yeyotgan bo'lsa, uzr so'rayman, chunki agar mana bu narsani eshitib odamni nima edi, ishtahasi bo'g'ilishi mumkin. Lekin obunachilar, mana bu yerga shunday turba kanalizatsiya bor. Mana shu yer orqali qochib ketish kerak obunachilar. Bunday ish qilib sakraymiz-da va kanalizatsiya orqali qochamiz obunachilar. E'tibor bermaysizlar, salgina sassiqligini obunachilar. Ana endi qochib ketishimiz kerak obunachilar. Yomon qaranglar, juda ham uzunligini, juda ham kattaligini bu kanalizatsiyani. Mayli obunachilar, mana biz chiqib oldik. Voy, mana bu yerni qanday qilib buzamiz obunachilar? Xo'sh. Bilmadim bu yerda qanday buzamiz obunachilar. Mayli, lekin mana bu yerdan chiqib asta-sekinlik bilan chiqsak bo'ladi menimcha. Mana obunachilar, bu yerda chiqish yo'li bor ekan. Yaxshi, mana bu yerdan chiqish yo'lini topdik va chiqib ketdik obunachilar. Ko'rishingiz mumkin. Endi uchinchi usul, nonni ichida ochqich nima edi? O'sha orqali qochamiz dedi obunachilar. Xo'sh, mayli. Qo'y. Menga nonni ichida, qarochi, eshikni ochqich olib kel, tushundingmi? Ya'ni mana bu arraga o'xshash. Xo'sh, obunachilar, men ko'rishingiz mumkin, biza hozir zakaz qildik qochib ketish bo'yicha. Endi bu telefon qayerdan oling deydiganlar bo'lsa, obunachilar, bu telefonni qarochi bitta mahbusdan
ana o'qigandim, olgandim. Ya'ni trade qiluvdik obunachilar, obmen qiluvdik. Okey. Mayli obunachilar, hozir nonga olib kelish kerak. Non suv qilib olib keladi politsiyachi va biza nima desam bo'ladi? O'sha orqali qochib ketamiz. Ya'ni Xo'sh. Nima o'zing gapirib o'tiribsan, a? Nima birorta non bormi? Qara, uch tanga narsa kelgan, mana olishing mumkin. Non, pon deydilar. Mana nonni olishing mumkin, lekin suvni bera olmayman. Suv juda ham shirin ekan. Shu sababdan davay berishga bo'pti. Sog' salomat bo'l. Ko'rishamiz yana keyinroq. Tushundingmi? suvni bering bo'lmasa. Bora oldimda. Xo'sh, obunachilar, mayli, hech qiz yo'q. Hech bo'lmaganda biz nonni oldik. Yaxshi nonni olib qo'ymadi. Ana endi buni hozir nonni ichini ochib ko'ramiz. Xo'sh, nonni ichida bormi ekan? Hoppa, ajoyib obunachilar, mana bor ekan. Xo'sh, menimcha obunachilar buni eshik bilan ochib bo'lmaydi. Ya'ni eshikni ochib bo'lmaydi. Buni hozir biz mana bu reshotkalarni, arralab qirib qochib ketamiz. Bilasizlar, obunachilar ko'pgina nima edi, qamoqxonadan qochganlar shunaqa qilishgan adashmasam. Obunachilar, lekin buni men umuman maslahat bermayman, taklif qilmayman. Ya'ni prosta masalan ko'rsatib Minecraftdan qanday qilib qamoqxonadan qochib ketishdi. Okey, mayli, xo'p, obunachilarni endi bu yerdan qochib ketamiz. Lekin qanday qilib qochib ketasan deydiganlar bo'lsa, hali ko'rasizlar obunachilar, mana bu yerda politsiya mashinasi ichida hech kim yo'q, menimcha, hech kim yo'q. Ajoyib. Ana endi mana bu yerdan asta-sekinlik bilan mana bu engashib o'tamiz. Yaxshi, mana bu lazer juda ham xavfli va mana bu yerdan mana bu reshotkalarni buzib qochib ketamiz. Yaxshi, ana endi reshotkalarni qaytarib qo'yib qo'yamiz. Ajoyib. Yaxshi obunachilar, mana chiqib ketdik. Ana endi obunachilar biz 4-usulga o'tamiz obunachilar. Xo'sh, 4-usulni esa hozir ko'rasizlar. 4-usul juda ham zo'r, ajoyib bo'ladi. Xo'sh, obunachilar, 4-usul nima desam bo'ladi? Mana bu politsiya orqali qochish. Qo'y, janob, nima edi mana bu? Men yana tuvaletga bormoqchi edim. Okey, mayli. Xo'sh, davaychi. Kutib turing, hozir bittasiga gapim bor-da. Davay tezroq gapir. Короче, qara, senga mana bu politsiya kiyimi bormi? Ha, momanga. Qara, politsiya kiyimini mana bu telefonga almashsak bo'ladimi? Obmen qilsak bo'ladimi? Men olishim mumkin. Oy, bunday sirasi tashlamaman, politsiyachi ko'rib qolishiga oz qoldi. Okey, mayli. Politsiya kiyimi nima desam bo'ladi, bu tualetda, ikkinchi tualetda ostida. Okey, mayli, katta rahmat. Davay tezroq bo'l, ko'p gapirasan. Davay, senga yana 40 sekund vaqt, tushundingmi? Okey, mayli, janob. Siz mana shu yerga kutib o'tiring, xo'pmi? Mana kerak bo'lsa xohlagan joyimga kiraman. Xo'p, ikkinchisi deganda, yaxshi obunachilar, mana ikkinchisida qanaqadir sandiq bor ekan. Xo'sh, kelgani yo'qmi? Kelgani yo'q, ajoyib. Mana endi politsiya kiyimlarini olamiz. Oy, obunachilar, men qaranglar, politsiya kiyimini juda ham zo'r, ajoyibligini. Yaxshi. Ana endi mana tanimasa kerak obunachilar, politsiya bo'lib qochib ketamiz bu yerdan. Juda ham oson bo'ladi deb o'ylayman. Voy, yaxshimisan, serjant politsiyskiy? Voy, janob, yaxshimisan, a? Ha, yaxshiman. Qisqasi, mana bu yerda qanaqadir mahbus o'tirgan ekan, kompot degani. Voy, mana shu o'tiribdi-da. Men borib bitta ishim bor-da, sen qarab tura olasanmi meni o'rnimga, a? Mayli. Mayli, serjant, davay, bo'pti, ko'rishamiz bo'lmasa. Okey, serjant, sen ham ko'rishamiz. Okey, ikkamiz ham serjantga. Короче, mana bularga ham qarab tur, qochib ketmasin. Xo'p, mayli, muammo emas. Bilasan, men juda ham ko'plarni nima desam bo'ladi, yo'q ko'rganman. Okey, mayli, davay, bo'pti. Voy, obunachilar, men qaranglar, ko'rishinglar mumkin, politsiyaga ketdi. Ana endi obunachilar, bu yerdan qochib ketishimiz mumkin. Obunachilar, qochib ketmaymiz, prosta yurib ketishimiz mumkin. Misol uchun mana qaranglar, ko'rishinglar mumkin. Hop, mana bu yerdan asta-sekinlik bilan o'tib ketamiz. Hech kim ko'rmaydi, hech kim bilmaydi. Asta-sekinlik bilan yurib ketamiz. Obunachilar, mana ko'rishinglar mumkin. Ana endi qanday qilib mana bu yerdan o'tasan deydiganlar bo'lsa, obunachilar, ko'rishinglar mumkin. Men prosta bunga kelasizlar. Sizlar politsiya mana shunday ochib beradi o'zi. Ajoyib, obunachilar. Prosta eng oson bo'ldi deb o'ylayman obunachilar. Eng osondan bo'ldi deb o'ylayman. Mana endi 5-usul obunachilar. 5-usul juda ham epichniy bo'ladi obunachilar. Nima desam bo'ladi, juda ham zo'r, ajoyib bo'ladi obunachilar. Prosta nima desam bo'ladi, mana bu portlatib, barcha narsani portlatib qochib ketamiz obunachilar. Bu juda ham zo'r, ajoyib bo'ladi va qiziq bo'ladi obunachilar. Xo'sh, janob, yaxshimisiz? Xo'p, obunachilar. Короче, biz ko'rishinglar mumkin, biz barchasi bilan gaplashyapmiz. Politsiyskiga boya har doimgidek o'zimizda tuvalga boraylik deb, короче, bahona qilib, biz mana bularni, orужияlarni esa mana bu mahbuslardan oldik obunachilar. Okey, ko'rishinglar mumkin, juda ham zo'r, ajoyib bo'ldi. Trade'lar qilib obunachilarni endi portlatishni boshlaymiz. Yaxshi. Qani bitta portlataylik, hoppa. Ajoyib obunachilar, mana ko'rishinglar mumkin. Signalizatsiya. Voy, tushunmadimmi? Qanday qilib chiqib ketding? Qo'lingda qanday orjulik keldi? Voy, sanama. Yordam, trevoga.
Hop, obunachilar qaranglar, nimadirlar tushdi, yaxshi. Ajoyib, ana endi obunachilar bu yerda portlatib qochib ketishimiz kerak. Portlatish qanday bo'ladi obunachilar, xavotir olmanglar. Mana bunday qilib tentirlanib qo'yamiz-da, bu yerda portlatib yuboramiz. Davay, tezroq portlat, davay. Yaxshi, ajoyib, trevoga bo'lishdan oldin tezroq qochib ketishimiz kerak obunachilar. Xo'sh, ana endi mana bu yuqorini portlatib yuboramiz. Hoppa, ajoyib, yuqori portlab ketdi. Ana endi mana bu nimada chirmashadigan voy, asbob bilan qochib ketamiz. Ajoyib obunachilar. Hoy, davay ketdik, bo'ldi, vertolyot tayyor. Ko'rishing mumkin. Ajoyib obunachilar, ana endi vertolyotni ham tayyor qildik. Ana endi vertolyot orqali qochib ketamiz. Ko'rishingiz mumkin obunachilar, juda ham zo'r, ajoyib. Nima desam bo'ladi? Trade'lar qildim, vertolyotlarga mana shularga qildim va juda ham zo'r, ajoyib epichni qochib ketish bo'ldi deb o'ylayman. Vertolyot qaranglar, juda ham zo'rligini. Ana endi bu yerdan uzoqroq qochishimiz kerak va vertolyotni ham tashlashimiz kerak. Xo'sh, yaxshi, ana endi obunachilar juda ham qochib ketyapman. Obunachilar vertolyot tashlab yubordim. Boya videorolikda aytganimdek, ana endi obunachilar, men tezroq qishlog'imga borishim kerak. Mayli obunachilar, bugun sizlar bilan men yana kompot bo'ldim. Kelasi videorolikka ko'rishguncha xayr obunachilar. Bitta videorolikka bitta like, podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasdan, ana endi men o'zimni qishlog'imni topib, tezroq qishlog'imga borishim kerak.